Sizlarda shunday ulug' kunlarda ko'rib turganman, juda ham xursandman. Bloginga yig'ildik. Chiqindilar bilan bog'liq muammoimiz har yili 2,3 milliard tonna dunyoda chiqindi hosil bo'lgan. Chiqindilarda kelayotgan zararni birinchi o'rinda kamaytirish. Belgilangan joylarga chiqindilarni tashlash kerak birinchidan, ikkinchidan chiqindi turgan joyda tozalab qo'yish bu ayb ish emas. Shun bilan o'sha biz o'zimizni jamoa yaqinlarimizga chaqiruv sifatida hozir qo'ygan aksiyasini bajaryapmiz. Bu aksiya bu birinchi marta emas, demak, o'tgan yil bundan ikkita o'tkazganmiz, ya'ni o'sha 30-mart kunlari va 20-sentyabr kunlari. Ya'ni Zero Waste kunimiz ham bor, ya'ni bir yilda 2 marta. Lekin menimcha bu 2 kun bilan chegaralanib qolmasligimiz kerak. Har kuni, har hafta, har bayramdan oldin yerimizni yuzini tozalashimiz kerak. Sababi uni o'zimiz iflos qilyapmiz, o'zimiz tozalashimiz kerak. Bizdan keyingi avlodimizga qanday sayyora, qanday pokiza va toza sayyora bo'lishini bugundan o'ylashimiz kerak.